Buni umuman pishirmang. Agarda tez tugab qolishini xohlamasangiz. Shuncha ogohlantirishimdan keyin ham men baribir pishiraman deydigan bo'lsangiz, 2 piyola qatig'imizga yarim choy qoshiq sodani solamiz. 4 ta tuxum, 350 gram shakar yaxshilab venchik yordamida aralashtirib olamiz. Tuxumli massamizga qatiqli massamizni qo'shamiz. Uni ustidan 125 mg o'simlik yog'ini solamiz. 30 gram kakaoni solamiz. 1 pachka razrixitsilimizni ham sovuramiz. Hammasini birgalikda venchik bilan yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin, bir xil massa bo'lgandan keyin unimizni sovuramiz. 450-500 gram unimizni elab sekin-sekin sovuramiz. Kamuchkali bo'lmasligi kerak. Shunaqa massa hosil bo'lgandan keyin formamizga massamizni bir tekisda qilib solamiz. Like, podpiska bosib qo'ying. Men sizga eng yaxshisini tavsiya qilaman. Kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. 100 gram 82% saryog'imizni ustiga 250 gram zigушенное молоко, 40-45 gram kakao solinadi. Uni venchik yordamida yaxshilab aralashtirib, bitta qaynab chiqqandan keyin olovdan olamiz. Ustiga shunaqa plitkalarimizni solamiz. Agarda sizda shokolad bo'lmasa, shu kremni o'zini ishlataverasiz. Ko'rishlarimizni 2 ga bo'lib ajratib olamiz. Sal sovigandan keyin shunaqa ichlari tezroq sovish uchun ajratib, sovigandan keyin kremini surib, bir tekisda surib olganimizdan keyin ikkinchisini ham qo'yamiz. Ustidan shunaqa shokoladlarimizni quyib olamiz. Bir tekisda surib chiqqanimizdan keyin shokoladimizni ustini xohishga qarab bezatamiz. Uyingizda nima bor bo'lsa shunga qarab. Agarda bezatishga hech narsa bo'lmasa, hechqisi yo'q. Kremni o'zi yetarli bo'ladi. Mazza qilib issiqqina choylar bilan ichib olasizlar oila davrasida. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Yana qanaqa retseptlarni joylashimni xohlaysiz, o'z fikringizni yozib qoldiring.